Assalomu alaykum avvalambor. Tayyorgarlik yaxshi, o'yinga tayyorgarlik yaxshi ketyapti. Xudo xolasa tayyormiz. Ko'pchilik ishlagan-ku. Yaxshi hammasi. Qirg'iziston bilan o'yin. Javob birinchi uchrashuvga qaraganda bu o'yinda qanchalik farq bo'lishi mumkin? Inshaalloh yutamiz. Bundan qo'llab-quvvatlashinglarni xohlaymiz. Sizlar bilan osonroq bo'ladi, xudo xolasa. Terma jamoada ko'p vaqt yo'q, o'shanga qaramasdan tezroq kirishib, tezroq terma jamoa muhitiga tezroq tushishimiz kerak, chunki oldimizda juda ham kerakli o'yinlar turibdi. O'shaning uchun xudo xolasa tayyormiz. Abduqodir plankani ko'tarib yubordi. Bundan juda ham xursandmiz. Xudo xolasa shu jahon chempionatiga chiqsak, men o'ylaymanki, faqat hamma o'zbek muxlislariga ham, o'zbek futbolchilariga ham yaxshi bo'ladi. Nima deganda, o'sha Yevropaning klublari endi o'zbek futbolchilarini ham tanib, jahon chempionatini kuzatib, qolgan yoshlar ham ketishni nimasi ehtimol juda ham katta. Xudo xolasa Oston O'runov, Abbos Fayzullayev, xudo xolasa ularda ham katta shans bo'ladi. Yaxshi raqib, hurmat qilamiz, chunki hozirgi futbolda hech kimni hurmat qilmasdan maydonga tushsa, ko'p o'yinlarni ko'rganmiz, yutqizib qo'ygan kuchli jamoalarni, terma jamoalarni ko'rganmiz. Biz juda ham hurmat qilamiz. Lekin o'zimiz uyimizda kimligimizni, qanaqa futbolchilarga egaligimizni, qanaqa muxlislarimiz bizdan g'alaba kutib turgan juda ham yaxshi bilamiz. Xudo xolasa ularni xursand qilamiz degan umiddaman.